Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Biz Qo'qon mashina bozoridamiz. Men sizlarga Qip Qizildan bundan shizit bo'lgan diskalari tutdi. Qo'shni hamma joyi shuncha bo'lgan. Eshiklari qirilgan joyi yo'q. Shukolatni uxlab turibdi. Ichki dizayni motor xonadonlar, zadniy kameralari bor. Tesla monitor, Magic pult. Eshik ochiq yopilishlarni ko'rasizlarmi? Qulash qattiqlardan qo'shibdi. Xo'sh, chixolatlari mana. Motor holatini ko'rsataman. Mana motor holatlari. Motor nomingiz Priora bo'ldi. Priora motorlarida mana holatlari. Orqasini bitta ko'rsatay aka. Zadniy kameralar bilan mana. Hop, kolonkalar. Parapanda mashinamiz. Parapanda. Dokumentda yo'q, Xudo xolasa. Qiziqidagi o'zi mendan yaxshi ma'lumotga ega. Balon hollari yangi aka. Yangi bolalar taqishib qo'yibdi. Uzoqdan ko'rinishi, oldin bitta olib oldin ko'rsatib beraman. Hop, mana oldin ko'rinishi qiziqadigan insonlarga. Xo'sh, buni nech pul deyapsiz aka? 4300 kami bor. Xo'p, 4300 kelishadigan holati bor ekan. Telefonga aloqaga chiqasizlar. Telefon nomeri nech pul aka? Telefon 90lik 90lik 343 343 68 68 18. Shunga aloqa chiqaveradi aka. Mashina qaytdiki? Mashina Toshkentdagi, dokumentni bitirib beramiz. Qo'qonda bitadi dokument. Xo'p, Qo'qonda dokument bitadi, mashina Toshkentdagi. Bizlar bilan ishib, qiziqib, o'zlariga sotishyapti. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Yana bir 85-yilgi mashinamiz. Balon hollari yaxshi holatda turibdi. Buni ashit bo'lgan kraskalari, salon holatlari. Hop, salon holatlari ideal turibdi mana. Xo'sh. Xo'sh. 3 termometrlar qo'yilgan mana. Xudo xolasa. Balon honda ko'rsatdim, buni ko'rsatdim. Xo'sh, buni narxi. Aka, narxi nech pul deyapsiz? 2,5 ming. Kelishadigan holati bormi yo'q bo'lishimi? Xo'p, 2,5 ming kelishadigan holati bor. Qo'qon mashina bozoridamiz. Xo'sh. Mana motor holatlari. 06 motor mana xudo xolasa. Aka, telefon nomeri beraylik. 90lik 90lik 755 755 9009. 9009. Ha. 9309. Ha, 9309. Shunga aloqa chiqaverasizlar. Qo'qon mashina bozoridamiz. Dokumentlari ham chetda bitadi. Yana arzonchi gapda sizlarga 93-yil motor korobka hadoylar bo'lgan 16miz. Xo'sh, medan zapravkalari bor. 1,5 ming ozgina kam bor deyapti narxi ham. Xo'sh, balon holatlari mana. Bemalol sezonda olasizlar. Araba qo'shsalaring ham bo'laveradi, pirsa qo'shsalaring. Xo'sh. Mana deyman. Bu najit bo'lgan kraskasi, motor holatlari mana. Xo'p, ichini holatini bitta ko'rib qo'ysak aka. Ich holatlarni polga tashlangan, cho'lga qoplatib qo'yilgan. Sinlar ezilib ketmagan, yaxshi holatda turibdi. Bor mana bonus ejiklari bilan. Holatlari yaxshi. Tiniq xudo xolasa. Ashkolari ham sizilib, qirilib, yomon bo'lib ketmagan, qo'yganchilar yaxshi. Sho'l bo'lik bo'lgan mana. Xo'sh. 91lik 153 5765. Naqd pulga? Naqdga beramiz. Nech pul dedingiz naqd pulga? 1,5 ming ozma tushib beraman. 1,5 mingdan tushib bergan. Sunnat o'tib bergan joyi bor. Motor korobka mo'zzo'r. Bo'ldi aka. Motor korobka hadoylarida ish yo'q. 93-yilgi mashinamiz. Aloqa chiqaring obunachilarimiz. Hurmatli obunachilarimiz, sizlar uchun 94-yilgi yangi yo'li olib qo'ydik. Chotkisidan qirilib chizilgan joyi ham yo'q. Toza. Endi buni yangi desak yili eski, lekin
Holati yangi 9000 yurgan ekan. Kreskasi toza ekan. Xo'sh, holatlari ideal. Aloqatlar mana yangi. Xo'p. Ish holatlarni bitta ko'rsatib qo'yay. Qiziqadigan tog'alarga qirib chizilib ketmagan. Tozada mana. Mana yurganlar. Yurgani o'ziniki mana nima deysizlar, obunachilar shuni yozib ketinglar. O'ziniki deyishyapti. Yiliga nisbatan to'g'ri kelmaydi-yu, lekin saqlangan mashina ekan. Changi bilan ochib qo'yishibdi. Rangi qizil. O'zini o'sha zavodskiy materialda turibdi. Po'lat tashab qo'yishgan. Suv bonusiga. Mana holat. Bu nima deyman endi buni obunachilar? Hamma yo'q radnoy ekan xullas. Chisti. Bitta joyga kirsa tegmagan deyishyapti. Yurgani ham ko'rlang. Вообще. Mana biznesda yurgan. Mana holat. Jina holat. Dokumentdan muammo yo'q ekan. Ana har doim uğraşib olgan. Xo'p. Buning narxini 6,5 ming deyishyapti, kelishadigan joyi bor. 6 ga berish boradi, xudo xolasa. Xo'sh. Motor holarini bitta ko'rsataylik ekan. Mana motor hollari. Mana bu joyga ulush deb o'zgarmagan. Hamma yo'radmi? Ana bu nimasi ekan? Necha? 95lik. 95lik. 770 22 Ha, 22-30. Shunga aloqa chiqib qolasizlar. Qiziqadigan tog'alarga bitta jo'natib qo'yinglar shu videoni. O'z davrida legenda bo'lgan. Sotildimi aka? Yo'q. Qanchadan qaytdi? Yaxshimisiz? 1.8 lik. Telefon raqamingiz? 90 lik. 570 88 07. Endi ma'lumoti mashina. Mashina 70-yil, motor yangi. Aha. Yangi yashina qo'yilgan. Endi kamchiliklar xudo xolasa yo'q, endi mayda juda ko'zibida bor, xolos. Tayyor yurib turgan. Gazi bormi? Bor. Bo'ldi. Ustali yangi 21 yil. Bozor bersin aka. 3102 ham bor ekan. Bo'ldi. Radnoy kirasiz. Shu nomerga telefon so'ratib beraman. Bo'laveradi aka, yaxshi bozordan bersin. Sotildimi aka? Yo'q, qaytdi. Nech puldan qaytdi? 1.5 dan. 1,5 ming sal qo'shib beramizmi? Ayting ma'lumotni. Injektor motor 213, Aha. 84-yil. Gaz, benzin, yanvar kompyuterlar qo'yib qo'yilgan. Kraska polni. Kreska pol. Telefon raqami. 91 lik. Hop. 692 20 00. Bo'ldi aka, bozorni bersin. Sidenalar o'zgartirilgan ekan. Turli qilingan ekan do'stlar.